Antonio Rudigerning jarohati tafsilotlari. Antonio Rudiger 2025-yil 29-aprelda chap tizzasidagi meniskusning tashqi qismini yirtilishi sababli jarrohlik amaliyotini o'tkazdi. Operatsiya Real Madridning tibbiyot xizmati tomonidan muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Jarrohlikdan so'ng u 6 yoki 8 hafta davomida maydonga tusha olmaydi. Bu esa uning mavsumni yakunlashiga olib keladi. Musobaqalarga ta'siri. La Liga. Rudiger qolgan barcha La Liga o'yinlarini o'tkazib yuboradi. UEFA Millatlar Ligasi. Germaniya terma jamoasining Portugaliyaga qarshi o'yini 4-iyun kuni bo'lib o'tadi. Rudigerning o'yinda ishtirok etishi jarohati tufayli noaniq. FIFA klublar jahon chempionati. Rudigerning ishtiroki ham jarohati tufayli xavf ostida. Agar u tiklansa, Real Madridning birinchi o'yinida ishtirok etishi mumkin. Antonio Rudigerning jarohati tafsilotlari. Antonio Rudiger 2025-yil 29-aprelda chap tizzasidagi meniskusning tashqi qismini yirtilishi sababli jarrohlik amaliyotini o'tkazdi. Operatsiya Real Madridning tibbiyot xizmati tomonidan muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Jarrohlikdan so'ng u 6 yoki 8 hafta davomida maydonga tusha olmaydi. Bu esa uning mavsumni yakunlashiga olib keladi. Musobaqalarga ta'siri. La Liga. Rudiger qolgan barcha La Liga o'yinlarini o'tkazib yuboradi. UEFA Millatlar Ligasi. Germaniya terma jamoasining Portugaliyaga qarshi o'yini 4-iyun kuni bo'lib o'tadi. Rudigerning o'yinda ishtirok etishi jarohati tufayli noaniq. FIFA klublar jahon chempionati. Rudigerning ishtiroki ham jarohati tufayli xavf ostida. Agar u tiklansa, Real Madridning birinchi o'yinida ishtirok etishi mumkin.